hurmatli qatnashchilari, men ismim Jasur, Turonbankda kichik o'rta biznes bo'lim boshlig'iman. Bizda shu yuridik shaxslarga berilayotgan mahsulotlar bor. Shuni tanishtirmoqchiman. Masalan, birinchisida Turon qulay 2 mahsulotimiz bor. Bu 3000 so'mgacha. Darrov likvid limon yoki avtotransport vositalari ta'min qilingan tarzda 3000 so'mgacha 22% dan 3 yilga 3 imtiyozlar bilan ajratiladi. Bunga korxona yangi faoliyat bugun ochilganimizda ham bersak bo'ladi. Yangi faoliyat yuritgan tadbirkorlarga ham bersak bo'ladi. Bundan tashqari endi biznesini boshlayotgan tadbirkorlarga Welcome degan mahsulotimiz bor. Bu garozsiz sug'urta bilan 1 million so'mgacha 22.99% da 36 millatga 3 imtiyozlar bilan. Agar ehtiyojlaringiz bo'lsa, agar shuni